Bizda nafaqat katta panellar va katta sistemalar, balki kichkina panellar va kichkina sistemalar bor. Ularga misol 35 vatli paneldan ikkita mini stansiya uchun mo'ljallangan bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Simini ulab qo'yganmiz. Oldingi videolarimizda juda chuqur aytib bermagandik. Bu safar endi simini qancha uzunligini ham ko'rsatib beramiz. Undan tashqari biz do'konimizda quyosh paneli bilan ishlaydigan projektorlar va katta kishiklari mavjud va suv kollektorlari, bosimli, bosimsiz split sistema, uchala sistemada ham bor. Ko'rib turganingizdek, xo'p. Mini stansiyamiz hozir quyosh bo'lishiga qaramasdan soyada ham zaryadga olyapti. To'g'ri, quyosh bo'lmaganligi sababli, soyada turgani sababli mini stansiya to'liq kuchi bilan zaryadga olmaydi, jicha sekinroq oladi. Xo'p, qo'shimcha simimiz 5 metrligini ko'rishingiz mumkin. Metr bilan aynan o'lchab qo'yganmiz. Mini stansiyamiz odatda bitta komplektda mini stansiya va ikkita paneli bo'ladi. Optimcha akalarimiz uchun korobkasida 2 komplekt bo'ladi. Hozir shuni ochib ishlatib ko'ramiz. Komplektimizdagi mini stansiyamizni quyosh panellari, o'sha ko'rsatgan 35 vatli paneldan ikkita mini stansiyani ochamiz. Himoya to'kagi davlat tokidan zaryadkasi, buni hamma biladi, ishlatgan akalarimiz, opalarimiz juda yaxshi biladi. Keyin qo'shimcha akkumulyator ulash uchun, ya'ni geliy akkumulyator bo'ladimi, kislotli akkumulyator bo'ladimi, faqat 40 ampergacha buni mayda ko'rsatib qo'ygan bo'ladi mini stansiyaning o'zida. Xo'p, bundan tashqari shu qo'shimcha simi 5 metr bo'ladigan panellarda ulash uchun qotirmalari, mini stansiyaning o'zi, xo'p, qo'shimcha chiroqlari 12 voltli 4 ta LED chiroqlari bo'ladi. Stansiyani quyosh panelini yig'ish uchun bolt gaykalari shu chiroqlar bilan birga chiqadi. Xo'p, yana yoriqnomasida ko'rishingiz mumkin. Polniy hamma yo'q ko'rsatilgan, qanday yig'iladi, qanday ishlaydi. Endi ingliz tilida yozilgan ammo. Xo'p, zaryadga qilish uchun nimalar? Simlar, qo'shimcha sim, ya'ni 18 voltga ishlaydigan projektor yoki bo'lmasam lampochka yoki bo'lmasam televizor, ventilyator shularga ulasanglar bo'ladi va ikkita panelni bitta qilish uchun переходник. Xo'p, komplektda chiqadigan narsalarni ko'rib oldik. Mini stansiyani o'zini ham ochib oldik. Endi mini stansiyani yoqamiz. Xo'p, yoqishimiz bilan mini stansiya ishga tushdi. 208 volt chiqaryapman deb ko'rsatyapti. Zaryad holatini ko'rsatyapti. Ya'ni 75% turibdi. Undan oldingi videolarimizda mini stansiyamizni qayerga, nima uchun mo'ljallanganini ko'rsatganmiz. Agar qiziq bo'lsa, tepada havola qoldiramiz. O'shanga bossanglar, mini stansiyani to'liq tushuntirilgan videosini olasiz. Biz hozir asosiy vazifamiz bu mini stansiyani ishlatib ko'ramiz. Qanchalik ishlaydi, qanaqa ishlaydi, shunisini bir qator bilib olamiz. Xo'p, buning uchun biz hozir 220 ishlash tugmachasini bosamiz. Bu yerda DC yozilgan. Xo'p, 220 ni ochib turib, mana ko'rishingiz mumkin, 800 vatli junkachini ishlatib ko'ramiz. Buning birinchi tezligiga uladik. Ko'rib turganingizdek, birinchi tezlikda zaryadga umuman ketmayapti. 240 volt tok chiqaryapti. Buni ko'taramiz. Ya'ni 800 watt to'liq olib borganimizdan keyin zaryadkasi o'zi ketish tezlashadi. Shuning uchun iloji boricha ko'rsatilgan 300 wattgacha bo'lgan narsani ulashni tavsiya qilamiz sizlarga. O'shanda ichidagi 75000 mAh litiy железо fosfatli akkumulyatori uzoqroq sizga xizmat qiladi va uzoqroq zaryadga ushlab berib turadi. Agar sizga xuddi shunday narsalar yoki mahsulotlar, projektorlar, quyosh panellari, kichik, katta sistemalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kommentariylarda aktiv bo'linglar, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.